Odamlar bilan gaplashsangiz 10 tadan 8 tasini nolayotganini ko'rasiz. Yo oilasidan noliydi, yo do'stlaridan noliydi va yoki o'zi oid bo'lgan bir jamoadan noliydi. Nolishlarni sabablarini ham har xil ko'rsatishadi. Atrofida yaxshi odamlar yo'qligidan noliydi, iqtisodiy qiyinchiliklar yashayotganidan noliydi, mehrsizlikdan noliydi, muhabbatsizlikdan noliydi. Xullas hammaning ming bitta bahonasi bor-da nolish uchun. Hayotidan rozi bo'layotgan, hammasi o'rnida deyotgan, mayda-chuyda muammolarga hech e'tibor qilmayotgan odamlar oramizda juda kam uchraydi. Va har bir muammoni ichidaman deb o'ylayotgan odam 7 milliard 8 milliard odam dunyoda birortasida u muammo yo'q, faqat menda bor shu degan munosabatda bo'ladi. Ya'ni hamma yaxshi-yu, nimagadir menda yaxshi emas. O'zidan boshqani ko'rmaydi. O'shaning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, moddiy masalalarda o'zidan pastdagilarga qaranglar, ma'naviy masalalarda o'zidan tepadagiga qarang. Ya'ni iqtisodiy nochorroq bo'lsa, sizdan ham nochorrog'ini ko'ring, unga e'tibor qiling. Agar o'zingizni ma'nan nochor deb o'ylasangiz, o'zidan ma'nan yuqoridagilarga qarang, ularga izdosh bo'ling degan ma'nodadir. Lekin biz unday qilmaymiz. Biz har doim o'zimizni baxtsiz ko'rsatishni ming bitta yo'llarini o'ylab topamiz. Atrofdagilarga nima uchundir ular bizni hayoti bir yaxshi, hammasi o'rnida ko'rsatish o'rniga hayoti izdan chiqqan, bir muammoni ichida boshi qotgan, bir mazlum qilib ko'rsatish nimagadir ko'pchilik odamlarga yoqadi. O'zi aslida bunday o'tirsangiz, 15 daqiqa gaplashsangiz, o'zi aslida bir muammoni o'zi yo'q, hammasi joyida bo'lib chiqadi. Lekin o'sha o'zini ruhan shunday holatga olib kelganki, atrofdagilarda unga rahmi kesadi. O'sha atrofdan odamlarda unga rahm qilinayotganidan maroq tuyayotgan, zavqlanayotgan, o'rganib qolgan. Sening ishlaring hammasi joyida ekan, zo'r ekan desa, alhamdulillah shunaqa demaydi-da, qayerda deydi. Bir kuni bir shaharga kirishda bir otaxon baliq tutib turgan ekanda. Bir yigit kelibdi. Otaxon, men musofirman debdi. Xush kelibsan bolam. Bu shahar qanaqa shahar? Men shu yerga ko'chib kelmoqchi edim, shunga kelyotgandim, uzoq safardan kelyapman debdi. Boyagi baliqchi otaxon, qayerdan kelyapsan? Oldin yashagan shahring qanaqa edi? Nega u yerdan kelib ketding desa, u yer yaxshi joylar emas edi. Odamlar bir-biriga ziyon yetkazgan, yomonlik qilgan, birovning pulini olib bermagan, biri ikkinchisini aldagan, uchinchisi to'rtinchisiga xiyonat qilgan deb yomon sifatlarni sanab ketibdi. Keyin otaxon aytibdi, "Ey bolam" debdi. "Bu shahar ham xuddi shunaqa" debdi. "Bu yerda ham odamlar odamlarni aldaydi. Bu yerda ham odamlar odamlarga xiyonat qiladi. Sen kelayotgan shahar qanday bo'lsa, bu yer ham xuddi shunday" debdi. Boyagi musofir "Ey" deb kallasini changallab ichkariga kirib ketibdi shaharga. Birozdan keyin yana bir odam o'sha ko'prik boshiga kelibdi. U ham baliqchi choldan xuddi shu savol bilan so'rabdi. Ki bu shaharda qanaqa odamlar yashaydi? Yana otaxon undan so'rabdi. Sen kelayotgan shaharda qanaqa odamlar yashardi? Yaxshi odamlar yashardi. Do'stlarim ko'p edi, qadrdonlarim ko'p edi. Yaxshi ko'rgan odamlarim bor edi. Lekin taqdir taqozosi bilan men bu yoqqa kelib qoldim. Men o'sha kelayotganim, katta bo'lganim, ulg'ayganim shahardan hech yomonlik ko'rgan emasman. Lekin endi inson hayoti har xil sinovlardan iborat. Bu shaharga kelyapman, bu odamlar qanaqa ekan
deb o'ylayapman, debdi-da. Keyin otaxon aytibdiki, bu shaharda ham odamlari o'sha sen tug'ilib katta bo'lgan shaharda odamlar bilan bir xil. Bir-biriga yaxshilik qilgan, bir-biriga savob ishlarda yordamchi bo'lgan, qiyinchiliklarda bir-birini qo'lidan tutgan, mehr muhabbatli odamlar bu yerda. deb uni ham shaharga kuzatib yubordi. Yo'lni qarshi tomondagi bir baliqchi bu ikki suhbatga ham guvoh bo'ldi-da. Keyin cholni yoniga keldi-da, "Otaxon, ajoyib odam ekansiz. Ikkita odam keldi, bitta savol berdi sizga. Bu shaharda qanday odam yashaydi?" dedi. Siz ulardan ikkalasidan sen kelayotgan shaharda qanday odam yashaydi deb so'radingiz. Bittasiga bu yerda yomon odamlar yashaydi deb shaharga kirgizdingiz, ikkinchisiga bu yerda yaxshi odamlar yashaydi deb kirgizdingiz. Buni hikmatini tushunmadim deganda otaxon aytgan ekanlar. Birinchisidan so'rganimda u aytdiki, men tug'ilgan shaharda yaxshi odamlar yo'q edi. Fisq, fasod, yolg'on, xiyonat urchib ketgandi. dedi. Odam qanday bo'lsa, atrofiga shunday odamlar jam bo'ladi. U bu shaharga kelib ham o'ziga o'xshagan, o'shanaqa xiyonat qiladigan, o'shanaqa bir-birini aldab ketadiganlarni topib oladi. O'shaning uchun aytdim, bu shahar ham xuddi sen kelayotgan shaharda. Ikkinchisi aytdi, men yaxshi odamlarning ichida edim. Yaxshi bir shahar edi. U o'zi yaxshi bo'lgani uchun atrofida unday odamlar bor edi. U bu shaharga keldi, u bu yerda ham o'ziga o'xshagan yaxshi odamlarni darrov topib oladi. Men o'shaning uchun aytdim, unisiga bu shahar yomon, sen kelayotgan shaharda, ikkinchisiga bu shahar yaxshi, o'sha xuddi sen katta bo'lgan shaharda. Ya'ni makonlar, odamlar, joylar, holatlar hammasi bizga ko'radir. Bizdan kelib chiqib bo'ladi. Ichida bir xayr, bir to'g'rilik bor odam xayrsiz va noto'g'ri bir joyda bir kun ham tura olmaydi. Bir yo'lni topib ketadi. Bir to'g'ri odam noto'g'ri ishlarda ichida qola olmaydi. Bir pok nopoklarda oldida tura olmaydi. Xuddiki nopok poklarda ichida tura olmaganda. Tushundingizmi? Mana shunaqa.